Assalomu alaykum barchaga. Bu Doniyor Safarqulov. Bugun sizlar bilan YouTube kanalida asosan, ya'ni Gmail ochishni o'rganamiz. Birinchi o'rinda Play Marketga kirib olib, keyin mana bu knopkani bosib, keyin mana chizganimni bosasizlar. Bu yerda yopib qo'yganman, chunki o'zimning shaxsiy akkauntlarim bor. Add another accountni bosib qo'shib olamiz akkaunt. Sizlar telefonlaringizda tili boshqacha bo'lishi mumkin, lekin joylashuvi o'zgarmaydi. O'shaning uchun ham mana shu men bosganlarimni bosib, diqqat bilan kuzatib, videoni o'tkazmasdan ko'rib qilsalaringiz to'g'ri ochiladi. Xo'p. Create account bosamiz. Create account hisob yaratish yoki sozdat account deb yoziladi. Mana birinchisini bosamiz. Biznes uchun emas, birinchisini bosamiz. Xo'p. Birinchisiga kanalingizni nomlarini yozib olasizlar. Xo'p, misol uchun test deb ochaylik. Testbek bo'ladi. Let's go. Keyingisi oy, kun, yil. Bu yerda o'zingizni tug'ilgan kuningizni yozishingiz kerak, to'g'risini kiritasiz. Xo'p, ikkinchisiga jinsni kiritamiz. Mana birinchisi ayol, ikkinchisi erkak. Qolganlari shart emas. Birinchisini yoki ikkinchisini o'zingiz jinsingizdan kelib chiqib kiritasiz. Xo'p, mana erkakni bosamiz. Keyingisi. Xo'p, bu yerda create your own email address. O'shani bosamiz. Bu yerga o'zingiz eslab qoladigan akkaunt yozing. Misol uchun testbek 0005 bu o'zimda eslab qoladigan akkauntim. Bu yerda o'zingizda esingizda qoladiganini yozishingiz kerak. Bu yerda test yozasiz. Test ham o'zingiz esingizda qolishi kerak. Xo'p. Qiyinrog'idan qo'ying deyapti. Xo'p, mayli. Nuqta qo'shamiz. Endi o'xshaydi. Mana next. O'qib o'tirish ham shart emas. Eng pastdagini bosib, rozimanni bosib akkauntni ochamiz. Xo'p. Mana bizda akkaunt tayyor. Mana Google yaratib oldik. Keyingi videolarda akkauntni qanday qilib nastroyka qilish, sozlashni ko'rib chiqamiz.